Farg'ona shahar aeroportiga yaqin joydan 9 sotilik 2 qavatli pishirishdan qurilgan. Kelganingizda katta bitta zal sizni kutib oladi. Mana bu joyimiz yana bitta katta mehmonxonamiz. Bu hovlimizning ikkinchi mehmonxonasi. Xo'p. Akalar birinchi qavatdan ko'tarilganimizda ikkinchi etajimizda yana bitta kattagina o'ziga yarasha 3-chi mehmonxonamiz boshlanadi. Etajimizda bitta katta zalga o'xshagan joy turibdi. Bu aslida zal emas, mehmonxona ham bor. Bu akamiz o'ziga ikkita farzandi qizi borligi uchun, ikkita qizi uchun yotoqxona qilgan ekan. Yotoqxonaning o'rni joy. Mana shu ko'rib turgan bahaybat hovlingizni yuragi kotelniy xonasi mana shu yerda joylashgan. Agregatlar, ikkitadan duh kontrli kotel, xo'p. Bilmayman bu 200 litrmi, 300 litrmi boiler suvni filtr qilib turadi. Suvni tozalovchi filtrlar ham. Qo'shimcha yana yengil to'lat qiladigan sanuzellar qilingan. Stиральный kir mashinamiz bor. Uyimiz 9 sotik 2 qavatlik idealniy remont. Agar ko'nglingizga ma'qul kelgan bo'lsa, egalari tomonidan 400 ming AQSh dollari baholanyapti. Ko'nglingizga yoqqan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Hamisha telefondamiz. Ahror Villa, rahmat.